Ikkinchi dunyo urushida getlerning o'zgargan odamlar atriti bo'lganmi? Ya'ni eliqdek Bianjunren, X-Change'ga o'xshash, Mego Division'ga o'xshash har xil alohida odamlar bo'lgan bir atriti bo'lganmi? Ham bu yerdagi Getler armiyasi yo'qolib ketgan Atlantis madaniyatini izlab topa olganmi? Bu to'g'risida har xil sirli ishlar va do'yinning o'zimi bu to'g'risida nurg'un ma'lumotlarning so'zilgan ushurlari va men nihoyat qiziqqanligim uchun ozroq izlanib baqdim. Ikkinchi dunyo urushiga bu yerdagi Germaniyaning intayin maxfiy sirli qurollarining ichida birinchi o'rin turdig'ini Dogwojong der, ya'ni Germaniya qo'ng'irg'i. Ma'lum qo'ng'iroq emas, long shaklli qo'ng'iroq va bu qo'ng'iroqning egizligi 3-7 metr, kengligi 2-1 metr. Bu alohida bir xil ushqu bo'lib, buni zamon makondan vaqtdan olqiya oladigan monondek bir alohida ushqu deb ta'riflaydi. Şu vaqtimizda balki Getler mushuningga o'ltirib oysharib ketgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi dunyo urushida Germaniya mag'lub bo'lgan vaqtimizda o'zining butkul materiallari arxivlarini ko'ydirib etgan. Şu vaqtimizda Polshada qilib qolgan ma'lum bir uchurlar qarsak, buniki sxemasi, hujjatlarini ancha-muncha tepib olgan. Lekin hozir hech kim bu qo'ng'iroqning haqiqiy bir izini va yoki haqiqiy bir kuchurni topamagan. Bu xuddi fantaziyali kinolarda bir ko'rgandek vaqt bo'shlig'idan yuta oladigan iqtidorga ega mushundaq bir qurolmish. Ikkinchisi Germaniyaning dariyadan tashqari askar armiyasi. 1939-yili Germaniya Polshaga hujum qilgan vaqtning o'zida Germaniya kimyo olimlari bir xil alohida dorini kashf qilgan va bu dorini shu vaqtdagi o'zining askarlariga sinab qilgan. Bunu yegandan keyin xuddalik Mego Division'dagi alohida kuchlanib, alohida ro'qinib, darajadan tashqari holatda erish, charchash, qo'rqishni uqmaydigan mushundaq bir zarbidor atrof shakllangan. Biroq uzoq o'tmay bu askarlarning hammasida benormalsizlik, har xil kasallik alomatlari, ichki a'zolarning qalayim qilishi qatorliqlar kelib chiqqan. Bu alomatlarning hammasi Germaniya Polshani ep bo'lgandan keyin, bu jangda g'alaba qilib bo'lgandan keyin anonikin bayqalgan. Üçüncüsü Germaniya armiyasining Atlantis madaniyatini topganligi. Bu yerda Atlantis madaniyati emas, har qanday bir sirliq qadimgi rivoyatlarga ega bir rivoyatlarning hammasini mayli Getler deymiz, mayli Napoleon deymiz, hammasi Misr to'g'riliq, qadimgi Hindiston to'g'riliq, qadimgi Jungo to'g'riliq hammasi izlanib baqqan. Atlantis madaniyati Yevropada eng tillarda doston bo'lgan ajoyib bir rivoyat. Bu Atlantis madaniyatidagi bu yerdagi kishilarda odatdagi odamlardan tashqari bir kuchga egimiş. Şunu olan bu yerdagi Getlermi maxsus bir armiya tashkillab Atlantis madaniyatini izlatkizgan. Bu vaqtning o'zidagi olimlarning tadqiq bu yerga izlanishdan qaraganda shu vaqtdagi Atlantis madaniyatida intayin cho'ng bir yer davrash ofat yuz berib, bularning butkul shahri xarobliqqa aylangan. Bu yerda qilib qolgan fuqarolar shuni bilan kemiga o'ltirib, hozirgi Hindistonning sharq shimoliy va mamlakatimizdagi Shizan rayonlariga ko'chib ketgan. Germaniya armiyasi shuni bilan bu yerdagi Yalianren degan kishilarni shu Atlantis madaniyati shu kishilarning davlatlari deb qaragan. Ular mamlakatimizga Shizanga kelib har xil tekshirishlarni olib borgan va bu yerdagi dunyodagi eng sirli qurilishi bo'lgan Buda lagunining ichiga kirib, bu Atlantis madaniyatining yer shar yadrosidagi yeni bir dunyoga bog'liq bo'lgan, yeni bir alohida taraqqiy qilgan madaniyat bilan uchrash qilgan rayonni ochuvchi Mashuka deb Buda laguni tadqiq qilgan va buning ichiga kirgan. Undaqda bu yerdagi Buda lagunining ichiga zodi qanday sirlar uyushtirilgan. Buning ichida haqiqatan yeni bir dunyoga tutishdigan bir maxfiy bir yo'l bormi? Yeni Buda lagunga berib baqqan netchinglar bor. Bu mazmun qiziqtirgan do'stlar, pingni uchiga o'zingizlarning ko'z qarashini qoldirib qo'yinglar.